Buxoro davlat universitetida ham 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan ayolga ehtirom, millatga ehtirom nomli tantanali bayram tadbiri tashkil etildi. Tadbirni universitet rektori ochib berib, oliygohning ilmiy, ma'naviy hamda ijtimoiy hayotida faol qatnashib kelayotgan olima ayollar, xodimlar va talaba qizlarni nafosat va go'zallik ayyomi bilan samimiy muborakbod etdi. Mamlakatimizda ayollarga ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor, ularning jamiyatdagi o'rni va nufuzini yuksaltirish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar e'tirof etildi. Albatta, bu e'tibor natijasi o'laroq bugun oliygoh talaba qizlari, olima ayollari respublika va xalqaro miqyosdagi ilmiy amaliy konferensiyalarda faol qatnashmoqda. Ilm-fan yo'lida erishayotgan yutuqlar esa vatanimizning taraqqiyoti uchun xizmat qilyapti. Shu kuni tadbir davomida ayollarni ulug'lovchi kuy-qo'shiqlar namoyish etildi. Badiiy chiqishlar hamda bayramona sahna ko'rinishlari havola etilib, yig'ilganlarga unutilmas bayram kayfiyatini hamroh etdi.